Nima kitoblar o'qib turganingizni ham ulashib keting deb so'raydi ko'pchilik. O'ziga xos tarzda bir ikkita biznes kitoblar ham o'qib turaman-da. Ham kitob qarang. Sotilayotgan kasalliklar. Aslida kasal emasmiz, shunchaki farm sanoat o'z foydasi uchun turli nayranglar to'qib o'zimizni kasal deb bilishga majbur etmoqda. Shu yo'l bilan ko'proq dori sotishga, mo'may daromad topishga intilmoqda. Endi mana bu joyini qarang. Mana yerdan ketdi mana. Gatsdan o'zining azaliy orzusi sog'lom insonlar uchun ham dori ishlab chiqish ekanini, ana shundagina nafaqat bemorlar, balki sog'lom odamlar ham mijozga aylanishi mumkinligini ta'kidlab o'tgan. Mana oradan 30 yil o'tib orzusi amalga oshdi. Hozirgi kunda butun dunyo bo'ylab qolganini o'zingizlar tushundinglar-ku. Ana o'sha sog'lom insonlar uchun ham o'ylab topilgan dori bu BAT deyiladi. Mana kitob. Sizlarga ko'rinmaydi. Men har kuni minimum 10 ta, maksimumi cheksiz insonlarni ko'raman. Telegramga, Instagramga jo'natadi, oldimga keladi. Umuman to'g'ri turmush tarziga o'tmasdan turib, minimum 6 tagacha, minimum, maksimumi qo'rqinchli eshitsangiz, dorilar taxlab tashlaganda rasmini ko'rsatadi. Mana shuni ertalab obedda ichaman, kechqurun ichaman, yotishdan oldin ichaman. Xullas ichib yuraveradi. Yana bir tasavvur qiling, o'zi oshqozon ovqat hazm qilish sistemasidan chiqib bo'lib, oddiy mastavani hazm qila olmayapti-da. Unga 5-6 xil dorini tashab, yana ketidan davolanaman deb o'ylasa nima ro'y beradi? Конечно, gormonalniy narusheniyani eng yuqori foni ro'y beradi. Nima demoqchiman? Oshqozonni toza qiladigan ovqatni yeb, jismoniy harakatda bo'lib, keyin o'tinglar vitaminga agar yetmasa. U qatdan bilasizlar buncha narsani oshqozon bechara qatga jo'natishini, jo'nata olmagandan keyin qanaqa aziyat chekishini. O'zi любой sohada bilasizmi? Insonni rasxod bezdirib yuboradi. Hatto insondan ham insonni rasxod bezdirib yuboradi. Rasxod qilaveramiz. Sportdan hozirgi kunda meni o'ylashim bo'yicha bema'ni narsalarga qilinayotgan rasxod bezdirib yubordi bolalarni. Tam proteindan tortib, mayda, chuyda yana vitaminlar, xullas hisoblab ko'rsangiz, bir oyda vitaminlarni o'zi где-то 1,5 millionga boradi. Zali bilan 2 millionga tushadimi? 2 millionga. Undan keyin yana mayda chuyda ovqatlari bilan 3-3,5 million uje ketib qoldi. Bo'ldi, bola uje sportdan ketadi, chunki 5-6 million topadigan bolaga bu narsa qimmatlik qiladi. Endi teskari oling. Prosta tabiiy narsalar deb hech nima ichmasdan oddiy 250 ming so'mlik zalga metro avtobusda borib tursa, zo'ra bezillamaydi. Zato sportda bo'lib turadi. Nargi variantda na sportda, na foydada. Tak, bitta yaqqol misol ko'rsatamiz. Mana shu yigit toz suhbatini oldim. Yoshing nechida ukam? 21 da. Bitta formang ko'rsat, yech futbolkangni. Mana forma. Nima ish qilasan? Nima deysan? Nima deysan? Soddaligini qara. Nima ish qilasan? Dastavka qaysi birida? Yandex dastavka. Bu bola meni zalimga yillik aksiya yutib olgansan-a tekinga. Nimadir ichasanmi? Bir dangasalarga bir nima gapir, bir nima ichaman, unaqa ichaman deydiganlar. Hech nima ichmaydi, mana keldi dastavkadan. Nechta soat ishlaysan? 12 soat. Nimalar yeysan o'zi обычно? Oddiy tabiiy narsalarda, to'g'rimi? Bo'ldi, mana oddiy, mana muskul kerak emas, mana mehnatkash bolani biladi, bo'ldi. Shart emas hech nima ichish, bo'ldi. Желание bo'lsa